obunachilar hamda YouTube muxlislari. Ana gips tushirish jarayoni bo'lyapti. 21-mart xolasida, bayram holatida gips tushiryapmiz hozir. Endi penoblokni boshlaymiz. Kimda kim zakaz beraman desa, penoblok boshlanadi nasib bo'lsa inshaalloh. Ana 10 tonna gips geldi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ana 21-oktyabrda penobloklarimiz bundan bir 15 kun oldin quyilib edi. Bugun 21-oktyabr bo'lsa, bular qurib terishga tayyor bo'lib turibdi mana. Davushlari tankillab bitomyapti. Üç mingtadan oshiq penobloklarimiz bor. Hozir buni zakazga qo'yilgan. Mana hozir egasi olib ketadi hozir. Yuklab berib olamiz. Sement ko'proq har biriga 1,5 kilodan sement qo'shilgan bu zakazga. Mana tovushni eshitsangiz qana. Mahkam, baquvvat, qo'l kirmaydi.